Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Labdan aka. Aka, profilimda muammo bo'ldi. 18 mingta prosmotrim bor edi, живой. Nakrutkir olishdi, mana 45 mingta bo'lib qoldi. Undan oldin prosmotrimni urishgan. Hozir mana prosmotrlar mana bunaqa qarang. 12 ming, bular живой. 13 ming, mana bular живой-da. Flashimdan oldin bir 20 ming 30 ming prosmotr videoyim 1 million bo'lib qoldi o'zi. Uni arxivga yetib qo'ydim. Demak, sizga zakaznoy qilishyapti bu narsani. Endi prosmotr bo'lmayaptimi aka? Prosmotr yaxshi, joy-joyda. Shu videoni reski arxivga yetib qo'ydim-da, u videoni boshqatdan qo'ydim. Endi podpiskaga bo'ldim. Ha, podpiska ko'payyapti. O'zim mana qarang. Mana podpiskani ko'rasizmi? Hozir chiqadi mana. O'zbek emas, ko'rasizmi? Hammasi chet elliklar. Dushmanlik qotdi kimdir aka, haqiqatdan. Chet elliklar. O'zi живой zo'r ketadi-da, prosmotrlar ham zo'r yozdi. Buni siz tez himoyalab qo'ymasangiz aka, profilingiz Instagram bloklab olishi mumkin. Sabab bilasizda qanaqa, men sizga hozir yo'l yuruvlarni o'rgataman aka. Xuddi shu variantlarni qilib qo'yamiz. Nima deganda aka, ko'p holatda shunaqa bo'ldiki, rostmana bizning siyosatimizga zid deb yopib tashyapti aka. Mana shu narsani ko'p odamlarga aytardim. Nakrutka agar masalan deylik, sizni profilingiz nakrutka men bit turadigan bo'lsam, agar masalan yoqmaydi hammadan yoki qaysidir blogga bitta nakrutka urib turib bitta jalbat etsam profilingiz yo'q bo'lib ketadi. O'sha men qo'rqdim. Sразу olingiz chiqdi, bam bo'lib qolmasin deb. Endi bu live hack bo'lib qoldi. Prosta nimaga video olyapmizki, sizlar ham xuddi shunaqa bo'lmanglar. Qaranglar, basha prosmotrlar bomba bo'lgan ekan. Qayerda joyingiz aka? Podvallar. Nima parfumeriya sotasiz? Zo'r ketadi-da, aka, shu. Target qilmaysiz. Ko'p emas. U bashli bir oydan beri qilmayapman. Kelgan blogerlarni olasizmi yoki shundoq tushirib olasizmi? Yopilganmi yo bartermi nima? Abar o'zi blogerlarni zo'r. O'zi shunda kevon ketaverishadi. Uyga. Ha, hammasi. Vallahi bo'lmasa ham himoyalaymiz. Pasportingiz bormi? Rasm bor. Rasm bormi? Pasport o'zi kerak. Bor?